Assalomu alaykum barchaga. Tabrik uchun rahmat. Fursatdan foydalanib muxlislarimizni tabriklamoqchiman. Bugungi g'alabamizni ularga taqdim etishni juda ham xohlagan edik. Bunga erishdik, bundan xursandmiz. Barcha muxlislarimizni bugun g'alaba bilan tabriklaymiz. O'yin biz uchun kutilmaganda Andijon jamoasi yaxshi hujumlar bilan juda faol boshladi. 10-15 minutlar menimcha bizdan raqib faolroq bo'ldi. Lekin taymning o'rtalariga kelib biz o'sha tashabbusni o'z tarafimizga og'dira oldik. To'pni nazorat qilib, hujumkor o'yinimizga e'tibor qaratib, ikkinchi bo'limda yigitlarga uqtirdik. Ko'proq raqibga bosim uyushtirishimiz kerak edi, chunki raqib osongina hujumlarni tashkil qilayotgani uchun biz ko'proq ularga bosim qilmoqchi bo'ldik. Bir tarafdan bunga erishdik. O'sha vaziyatga kelib biz hujumga yana ham faolroq bo'lishda hisobga olib, yana hujumkor o'yinchilarni o'yinga tashladik. Buni evaziga biz gol kiritishga muvaffaq bo'ldik. Menimcha bugun biz raqibdan yaxshiroq harakat qildik, g'alabaga munosib o'ynadik deb o'ylayman. Akmal, o'yin haqida javob Hammaga assalomu alaykum. Birinchi bor muxlislarni tabriklayman, Nasaf muxlislarini. Super kubok bilan o'yin ko'rganingizdek qiyin bo'ldi. Bunaqa finallar oson bo'lmaydi. Har doim Barbada atmosfera ham zo'r bo'ldi. O'shanga yarasha yomg'ir ham yog'ib turdi, balishliklar ham yondirib turdi. O'shaning uchun zo'r bo'ldi atmosfera, hamma zo'r bo'ldi. O'yin ham yutdik, undan ham zo'r bo'ldi. Superligada Andijonda o'ynaganida Turay bugun o'ynadi. Maksim Shaxslik kelgani o'yin tarafini o'zgarishlar sezadi. Ularning sxemasida biz bilan emas, o'tgan o'yinlarda o'zgarish sezgan edik. Ikkita Sho'rtan bilan, Surxon bilan o'ynagan o'yinlarida ikkita hujumchi bilan o'ynadi. Bu albatta trenerlarning qarori. Bugungi o'yinda ham ko'rindiki, jamoada ozgina o'zgarishlar, qanaqadir ruhiy o'zgarishlar borligini bugun ko'rdik. Har doimgiga qaraganda Andijon jamoasi bugungi o'yinni biz kuchli raqibga qarshi bo'lsa ham faol boshladi, o'ziga ishonch bilan boshladi. Bu albatta men o'ylashimcha o'sha trenerlarning ko'rsatmasi, trenerlarning yo'nalishi bo'lsa kerak deb o'ylayman. O'sha uchun o'zgarishlar Andijon tarkibida bo'lyapti. Sxemada ham o'yinchilarni joylashda ham bo'ldi. Bu narsa bu ko'zga tashlandi deb o'ylayman. O'zimizga g'alaba bilan tabriklayman. Men o'zgarishlar haqida so'ramoqchi edim. Hozir o'zingiz ham aytib o'tdingiz. Shu o'zgarishlardan ko'nglingiz to'ldimi va Xebaydi formasi sizni hozir tushgan o'yinni kuchaytirdi deb aytyapsiz. Agar o'sha bunaqasini so'ramoqchi edim. O'sha biz o'zgarishdan oldingi agar vaziyatlarni hisobga olganimizda biz yana ham o'sha hujumda faollikni qo'shishimiz kerak edi. O'sha uchun biz 3 ta hujumchi bilan harakat qilishga bo'ldik. Bu degani biz g'alabani juda ham xohladik. Buni o'sha o'yindan keyingi penaltilar seriyasiga olib bormaslik uchun tezroq gol urishga harakat qildik. Bunga erishdik deb o'ylayman. Menimcha Sherzodni ham tushsa, Xibayni ham tushsa faollikni qo'shdi. Sherzod o'zlaring ko'rdinglar. O'sha aktiv faol bo'lgani uchun penalti ishlashga muvaffaq bo'ldik. Bundan biz hisobda oldinga chiqib oldik. O'sha uchun o'zgarishlar menimcha bugun o'yinga ta'sir qildi. Ikkita savolim bor edi. Birinchisi o'sha Oybek Bozorovni terma jamoaga chaqirilmayotgani, bu o'sha Kapadzening o'yin uslubiga tushmaydimi yoki boshqa sabab bo'lishi mumkinmi? Keyin ikkinchisi Nasrullayev jismoniy holati, ya'ni travmadan, jarohatdan tuzalgan. Qanchalik terma jamoaga yordam bera olishi mumkin? Ikkinchi savolingizdan boshlayman. Sherzod ancha vaqt biz bilan mashg'ulotlarga qatnashmadi. Bu jarohati bilan, kasal bo'lgani bilan. Mana shu o'yin oldi 2 ta yoki 3 ta mashg'ulotga qatnashdi. O'sha uchun holati, jismoniy holati yaxshi bo'lmagani uchun biz uni 20-30 minutga rejamizda bor edi. Oybekda chaqirilmagani, keling murabbiylarni qarorini hurmat qilgan holda muhokama qilmaylik bu narsani. Kimni taklif qilish, kimni o'ynatish, terma jamoaga munosib murabbiylar bor. Bu ularning ishi. Buni muhokama qilmoqchi emasman. Nasaf ikkinchi taymda juda ham faol o'zini ko'rsatdi. Bu maydonga moslashish bo'yicha o'zgarish bo'ldimi yoki? Bu yechim ishxonasidagi bizning ko'rsatmamiz bo'ldi.
raqib boya aytib o'tdim, raqib erkin harakat qilishga bermaslik uchun biz ko'proq bosim o'tkazishimiz kerak edi, yuqoriroq o'ynab. Buni amalda yigitlar yaxshi bajarishdi. Bu raqib uchun o'sha noqulayliklar tug'dirdi. Chunki biz bosim o'tkazganimizda ular ko'p xatoliklarni amalga oshirdi. Bundan biz unumli foydalanishga harakat qildik. Agar o'sha golni penaltigacha ham eslaringda bo'lsa, o'sha yuqori bosimdagi to'plarni olib qo'yishimiz ko'p yaxshi vaziyatlarni amalga oshirdik, lekin realizatsiya bo'lmadi o'sha vaziyatda. Rahmat. Nasafni juda ham ko'p o'rganadi boshqa jamoalar. Bugun qanchalik Andijon Nasafni o'rgangan ekan? Bugungi o'yin uchun. Albatta, menimcha raqib o'rgangani uchun balki o'sha Oybekni ular yopishga erishgandir. Cheranga erkin harakat qilishga bermagandir. Bu amalda ular menimcha yaxshi bajarishdi. O'sha uchun bilasizlar, o'tgan o'yinlarda ikkita hujumchi bilan o'ynadi. Bugun bizning markazimiz kuchli bo'lgani uchun ular 3 ta yarim himoyachi bilan o'ynadi markazda. Bu albatta bizga qiyinchiliklar tug'dirishdi. O'sha vaziyatlarda o'zlarini ham albatta usullaridan foydalanishga harakat qildi. Bu o'sha Doniyor Abdumannonovga uzun to'plarni oshirish, birga bir vaziyatlarda Doniyorning harakatlariga e'tibor qaratishdi. O'sha uchun mana shu taraflardan ko'rindiki, jamoa bizda yaxshi o'rgangan. Bundan tashqari Andijon jamoasini ko'rdinglar, bugun yaxshi ishtiyoq ko'rsatdi. Balki mahorat bizda yaxshiroq bo'lgandir, lekin raqibda ishtiyoq, bugungi o'yinga bo'lgan tayyorgarlik yaxshi holatdaligini ko'rdik biz. Kimda yaxshi o'yin? Ro'ziqulaga g'alaba bilan tabriklaymiz. O'tgan mavsum Nasaf hujum ortida sizni ko'proq o'ynatardi. Tezligi orqali jamoa oldindan tez harakat qilardi. Joriy mavsum Dragan Cheran keldi va u ko'proq harakat qilyapti, u ko'proq o'ynayapti, bugun ham 90 daqiqa harakat qildi. Cheranning tajribasi katta, lekin hujumdagi Nasafning tezligini biroz pasaytirib qo'ymayaptimi? U odatda yurib o'ynaydi. Biz bu yilgi rejamiz balki mahoratga ko'proq e'tibor qaratishimiz kerak edi. Endi hozir o'sha taklif qilingan yoki ketgan o'yinchilar haqida urg'u berishimiz kerak. Bizda agar e'tibor qilgan bo'lsanglar, Javohirdan bizda ko'proq tayanch yarim himoyachisi ko'p foydalandik. Akmal ikkalasida. Bizda hujum ortida Jigavori bilan yoki Silva o'ynardi. Yoki sxemamizni o'zgartirgan holda o'ynardik. O'sha uchun biz Jigavori bilan Silva ketgandan keyin Javohirni qoldirdik. Javohirni biz ham o'sha aytganingizdek hujum ortida yoki tayanchda foydalanishimiz mumkin. O'shani hisobga olib biz Cheranni bu yil taklif qildik. Cherandan o'tgan safar ham aytdim, hozir o'ziga ham bu narsani uqtiraman. Seni tajribang bizga kerak. Seni ko'p yugurishing emas, seni mahorating bizga kerak deb ko'p uqtiraman. Menimcha o'sha bugungi pozitsion hujumlarimizda uni yordami juda katta bo'lyapti bizga. Qarshi hujumda albatta undan pas kutamiz ko'proq, lekin pozitsion hujumlarda Oybek, Chog'li bular bir-birini yaxshi tushunib harakat qilyapti. O'sha ko'rdinglar, pozitsion hujumda yaxshi harakatlar bo'ldi. O'sha uchun biz 10 ga yaqin o'yinchi bizni tark etdi-yu, lekin biz o'sha saralab kerakli pozitsiyada o'yinchilarni taklif qildik. Bular bor yo'g'i 4 yo 5 kishini tashkil qiladi. Darvozabon va 4 ta o'yinchi. Ketgan o'yinchilar biz 10 ga yaqin o'yinchi bizni tark etdi. O'sha uchun seleksiyada biz o'sha aytadi-yu, o'sha nuqtalarga kerakli nuqtalarga olishga harakat qildik o'yinchilarni. Savol bor. Savol qarshiga borman, beraveradi. Shaqqa kelib. Namoz eshitaman. Ma'lumki, o'sha Nasaf himoyalanadigan jamoalarga qarshi qattiq qiynalgan, kelib yo'qotgan. Bugun agar Andijon ikkinchi jamoa bo'lishni taklif etganda, penaltilar seriyasini tutganda qanday bir variant bormi? Yoki o'tgan mavsumlar farqli o'laroq himoyalangan jamoalarni taslim etish chorasini taktikasini tuza oldingizmi? To'g'ri ta'kidlayapsizlar. Endi oldinlari bu narsa bo'lgan, o'sha uchun sizlar ham buni yaxshi bilib qoldinglar. O'sha himoyalansa biz qiynalamiz. O'sha uchun biza ozgina o'zimiz uchun bo'shliqlar, bo'sh zona olish uchun bizlar ham orqaga chekinib o'ynaydigan o'yinlarni o'ynayapmiz ba'zida. Bu tushuntira oldim menimcha. O'sha uchun bizga o'sha siz aytadigan ochilishga majbur bo'ladigan o'yinlarni qilishimiz kerak. Bu bizga foyda beryapti bu narsa.
O'sha uchun ba'zi birda faqat raqib himoyalanmaydi, biz ham himoyalanib qarshi hujumlarga harakat qilib, raqibni o'sha zonasida ko'proq bo'sh zonalar olish uchun biz ba'zida o'sha orqaga tushib ham harakat qilyapmiz. Bu o'yindan oldingi rejalarimiz bo'ladi ba'zida. Lekin shunga qaramasdan o'sha pozitsion hujumlarda harakat qilyapmiz, vaziyatlar ham yarata olyapmiz. O'sha uchun raqibni o'yiniga kelib, o'yinidan kelib chiqib, ba'zida o'zimizni qarashlarimizni yigitlarga tushuntirishga harakat qilyapmiz. Keyin yana bir savol berdingiz, nima sal anaqa bo'lib ketdi. Yana yo'q, aytmoqchi bo'lgan o'sha himoyaviy o'yinga qiynalgan emasmi? Albatta, bugun ham agar raqib endi bitta o'yindan iborat u bugun. Faqat raqib ham penaltigacha biz turishimiz kerak degan bo'lgan rejasi bordir edi balki. Lekin bizda unaqa reja yo'q edi. Biz rejamiz yo'qligi uchun biz amalda ko'rsatdik. Biz hujumga ko'proq o'sha hujumchilarni tushirishimizdan oldin bizda vaziyatlar bo'layotgan edi. Yana biz o'sha hujumga aktiv faolroq bo'lishimiz kerak edi. O'sha uchun yana hujumchi qo'shdik. Menimcha bu samarasini berdi. O'sha uchun bizda rejamizda penaltigacha ham rejamiz bor edi. Agar penaltiga boradigan vaziyat bo'lsa, men Cheranni olmagan bo'lardim, balki qoldirgan bo'lardim, charchagan bo'lsa ham. Lekin g'alaba qilib turganimizda o'sha penalti haqida o'ylamadik, g'alabani ushlab qolishimiz kerak edi. Bo'ldi. Savolim Akmal akaga. Misol o'tgan mavsumlarda yoki bundan oldingi o'yinlarda ko'rganimizda yarim himoyada sizga sherik sifatida Stanoyevich yoki Muhiddinov ham yarim himoyada o'ynardi. Bu mavsumda Nasaf tarkibida sof yarim himoyachi sifatida faqat o'zingiz harakat qilyapsiz. Bu sizga qanaqadir qiyinchilik tug'dirmayaptimi? Misol Eshmurodov ham asli himoyachi baribir, oldinga chiqqanda ham yoki Cheran ham orqaga qaytganda ham hujumchi bor. Shu tomondan sizda qanaqadir muammo bo'lmayaptimi? Yo'q, muammo yo'q. Hammamiz anchadan beri o'ynaymiz birga. Misol Javohir bilan, Murod bilan u qiyinchilik tug'dirmaydi. Misol Umar aka bilan o'ynaganimizda ham menga nabarat oldinga bor deydi murabbiy. Nabarat yengil ham bo'ladi desangiz bo'lar. Oxirgi ikkita savol bor. Hozirgina shu va Maksim Chatsiyev ko'rganlarki, bugun Nasaf shu mahoratli o'yinchilariga qarab ideya hech qanaqa vaziyat yarata olmadi menimcha. Eslamagan jiddiy vaziyat bo'lganiga deb aytib o'tdi. Shukurga qanchalik qo'shilasiz va umumiy bugun hujumchilarning o'yiniga qanchalik baho berasiz? Chunki bunday holat qaralsa, o'yinni ko'rmagan odam o'ylashi mumkin, goldan penaltidan urdi, demak o'yinda ochiq futbol bo'lmagan, qat'iyat bo'lmagan yaxshi hali bo'lishi. Ochiq futbol bo'lmasligi aniq edi. Max nimalar haqida gapirganini bilmadim, lekin bu o'yinlarda yarmi 100%lik vaziyatlar bo'lishi o'zi kamdan kam uchraydi, chunki raqib bitta o'yin bor, bu natija uchun harakat qiladi, himoyaga ko'proq e'tibor qaratadi. Lekin menimcha, o'ylashimcha vaziyatlar bo'ldi, vaziyatlarga ozgina bizga sovuqqonlik kerak edi. O'sha uchun Maksim Chatsiyev biz haqimizda albatta uni ham tushunishimiz kerak, hozir mag'lubiyatga uchrashsa o'z fikrini bildirgandir. Lekin men raqib jamoasi haqida aytaman, yaxshi harakat qildi raqib. Bizga munosib qarshilik ko'rsatishga harakat qildi. Lekin biz menimcha hamma tan oladi, biz raqibdan yaxshiroq edik, bugungi g'alabaga erishdik buncha. Savol bor edi. Kelasi mavsumda Nasaf Yugoslav Xudo xohlasa. Biz kubokda ham, super kubokda ham xit-trik qilibmiz-da bo'lmasa, shunaqa bo'lyaptimi? Podrяд kubokda, podряд super kubokda Chempionat qoldi. Chempionat? Nasib. Savolim bor edi aka. Albatta. Mavsumda yarim ortda qolyapti. Kuzda Nasaf juda katta musobaqa, Ellik Osiyo chempionligi ligasi ishtirok etadi. Shakllangan tarkib sizning fikringizcha Ellik Osiyo chempionligi ligasiga tayyormi yoki Nasaf yana kuchayishi kerak? Chiziqlarimiz bor, kuchayishimiz kerak. Chiziqlarimiz bor. Bu bilan bizda ajoyib prezidentimiz bor, futbolni yaxshi tushunadigan, qo'llab-quvvatlaydigan, o'zi ham futbol o'ynaydigan inson bor. U kishi ham o'sha bizda muammoli chiziqlarimiz, kuchaytirish kerak bo'lgan chiziqlarimiz bor. Biz buni muhokama qilyapmiz, albatta bu ustida ishlaymiz. Hozir seleksiya ishlari ham davom etyapti. Albatta bizga munosib kuchaytiradigan o'yinchi bo'lsa, biz albatta taklif qilamiz. Ya'ni Nasafni kuchaytirish uchun katta transfer bo'lishi kerak. Endi katta transfer deganda shu narsalar, endi biz bosh
bilasizlarmi, biz judayam katta biz o'ylaydigan transferlarni qila olmaymiz. Biz o'zbek klublarida endi o'zlaring tushunasizlar. Bizga o'sha svobodniy erkin agent bo'lgan qaysidir yaxshi o'yinchilar bo'lsa, Ronaldo hozir erkin agent. Ronaldo skoriy bizani olsa kerak, biz uni emas. O'sha uchun imkoniyatimizdan kelib chiqib o'sha jamoalar taklif qilishadi. Nafaqat Nasaf, u O'zbekistondagi barcha jamoalar. Biz ba'zida katta transfer bo'libdi deydi. O'zbekistonga transfer hech kim transfer bilan o'yinchini olib kelmaydi, shuni bilishimiz kerak edi. Hammasi erkin agentlar bo'lgan, yaxshiroq darajadagi o'yinchi bo'lsa, munosib bo'lsa olib keladi. Transfer qilindi deydi, bizga hammasi erkin agent bo'lib keladi. Chunki faqat oyligini to'lashimiz kerak, ortig'iga ko'p jamoalar qurbi yetmasa kerak bilmadim. Shu savolda ketishi aniq bo'lganlar ham bor? Ketishi? Kim ketadi? O'zi. Kim Abduvohid? Yo'q, shunaqa xabarlar chiqdi. Misol Abduvohid. Xabarlar ko'p chiqaveradi, ba'zida ishonging ham kelmaydi xabarlarga. Ba'zida bir yozadi, bir super igrok APLda Nasafga kelar ekan deb qo'yadi. Bizning xabarimiz bo'lmaydi ba'zida. O'sha uchun aniq bo'lmaguncha biz hech kimdan o'zimizga kerakli o'yinchilarni olib qolishga ham harakat qilamiz. Yaxshi kayfiyatda tugatamiz, oxirgi savol. Yo'q. Ikkita savol. Javob berasiz? O'tirib, shundoqman urib ketdik. O'tib ketdi mana sovuq. O'ziqiligi tabriklayman. Darvozabon masalasi, Zuhriddin savolining davomi. Nasafdagi jamoada baribir darvozabon muammosi ko'rinyapti-da. Katta musobaqada, aynan elit ligada bu jamoaga qimmatga tushishi mumkin. Alohida ish boshlandimi? Ikkinchi darvozabon birinchi darvozabonga nisbatan yaqinroq bo'lishi kerak edi. Ko'rdik, ikkinchi darvozabon juda kuchsiz o'ynagan o'yinlarida. Yoki o'sha akademiyada ham baribir darvozabonlar bo'lishi kerak-ku. Biz bilmaymiz, balki o'sha o'sib kelayotgan yoshlarga ishonch bormi? Pichoqlanadigan bormi yoshlar? Abdulla, to'g'ri aytdingiz. Hozir har dublli o'yinni borib ko'ryapman. Hozir 2005-yilda tug'ilgan bir yigit bizda stabil o'ynayapti. Ancha o'sishga erishyapti. Yaxshi. Buni ham jamoaga albatta hozir ishiga taklif qilamiz, olamiz, ish jarayonida uni ko'ramiz. Endi bitta o'yin bilan Varabiyga hozir anaqa qilmaylik, to'g'risini aytsam, yomon biratar emas biz. Chunki Turkiyadagi yig'inda ham ko'p o'yinlarga qo'yib, uni chamalab olgan edik imkoniyatini. O'sha uchun agar bizga vohid darajadagi o'yinchi darvozabon olamiz desak, boyaga aytganimizdek transfer qilishimiz kerak bo'ladi. Bu ham oson narsa emas. Bu Varabiy, yana qaytarib aytaman, bizga erkin o'yinchi bo'lib, ikkinchi zaxiradagi darvozabon bo'lib, men kelishdan oldin unga ham aytganman, bizda terma jamoaning darvozaboni bor. Sen shunga tayyormisan, konkurensiya qila olasanmi deb, bunga tayyorgarlik uchun, tayyor bo'lgani uchun, erkin bo'lgani uchun biz uni taklif qildik. Chunki bizda kutilmaganda Umid ketib qolishi to'g'risi klubimizda hamma hayron qoldi. Umid uchun biz to'g'risi endi bu klub ichidagi gapi, klub Umid uchun ko'p narsa qilib bergan edi. Yaxshi tarafdan. Umid bilasizlar, 1 yil futbol o'ynaman. Lekin to'liq hamma yog'i nima kerak bo'lsa, bonusigacha qilib berib yurdi-da. Lekin ketib qolishi biz uchun kutilmagan qaror bo'ldi. Buni olishimiz, endi tezkor harakat qilishimiz kerak edi, shuning uchun Varabiyni taklif qilganmiz. Hammaga katta rahmat, charchamanglar, sog' salomat bo'ling. Rahmat.